Assalomu alaykum. Remontimiz tugadi, faqat ozgina changlarni olish kerak. Xuddi shunday deb gap boshlaydi mijozlarimiz. Lekin remontdan keyin ozgina chang degan narsa bo'lmaydi. Chang devorlarda, polda, derazalarda, shkaflarning ichida va hattoki havoda ham chang bo'ladi. Undan tashqari, bo'yoq izlari, sement hidi, shpaklyovka, artachentalarning izlari, mayda chiqindi musorchalar. Bu holatda oddiy yig'ishtirish yetarli emas. Remontdan keyingi tozalash alohida e'tibor, sabr va tajriba talab qiladi. Biz shoshilmaymiz. Har bir joyni, har bir burchakni asta-sekin tozalaymiz. Chang ketadi, hidlar yo'qoladi, uy esa haqiqiy yangi hayotga tayyor bo'ladi. Agar ta'mirdan keyin uyingiz hali ham tugallanmagandek tuyulsa, demak professional tozalash vaqti kelgan. Bizga murojaat qiling. Ta'mirdan keyingi tozalikni ishonch bilan bizga topshiring. Salomat bo'ling. Aytgancha shu joygacha agar tomosha qilgan bo'lsangiz, videoni baholab, like bosishni unutmang. Rahmat.